Birinchidan Falastin qaziyasi bu tarix uzun bir qaziya hamdi. Hesapda musulmon olimida inayet cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'agan va bizning muqaddasatlarimiz bor bu Falastinda siz bilgandek payg'ambar islom ya'ni tunji qibla qilgan va mi'rojga o'rilgan Masjidul Aqsa Falastinda va ko'p payg'ambarlar yashab o'tgan diyor, ko'p payg'ambarlarning qabrlari ham shu yerda qilib qo'yilgan. Bu Falastin masalasi o'z vaqtida hatto Osmoniya xilofati yiqilib bo'lgan jarayonda musulmonlar ya'ni o'zining qo'lda tutib kelgan mustahkam tutgan bir rayon hamdi. Shu vajini kim bu yerga Isroiliya besilgandan keyin bu rayonni besilib o'zining bir mustaqilligini e'lon qilgandan keyin Falastin masalasi butun musulmonlarning bo'libmi o'tir sharqdagi shu rayonda yashayotgan musulmonlar qalbiga cho'nqur o'rnashgan bir narsa o'qishqa u yerda yashayotgan xalq har bir farzand har bir yigit yetilishida shu g'oya shu qaziya bilan cho'ng bo'ldi hamda. Mana shu muhim nuqta deb qarayman. Bir qavmninki bir urush aqidasi va o'zining dushmandan kim ekanligini tunishi va shu o'z vatanininki muqaddas zaminlarininki o'z tuproqlarininki tajovuz kuchlardan tozlanishga nisbatan bo'lgan g'ayrati, shijoati bu bek muhim hukm. Mashinas bo'lmaskan bir qavmda mana shu bir kuch, quvvat bo'lmaskan qolgan narsalardan so'z ochqilinmaydi. Oldindan bu narsa bo'lgandan keyin demak, bular ikkinchi holatda tunib yetgan narsa shuki, bularniki mustaqillikni qurolliq kurashdan boshqa narsadan qo'lga kelmaydi. Chunki dushmani u yerlarni besib kirib, qon bilan o'zi jang qilib turib, shu holat keldi, u dushman oson chiqolmaydi. Yani siyosiy davranlar bilan siyosiy jim turib baxtdi. Tamam deb siyosiy holat masalan Yasir Arafat davrida olsun, ba'zan bir siyosiy kelishimlar bo'lgan bo'ldi, lekin izchil turuvchi musulmonlar nisbatan zo'ravonlik to'xtab boqmadi. Bu narsani G'azza rayonidagi qurolliq guruhlar yaxshi tushungan bo'lg'achqa oxirgi yo'l, ya'ni dushman ustidan qurolliq bir kurashdan g'olib keldi.